2019 tem variant 8-savoli. A moddaning konsentratsiyasi dastlabki miqdori 3 mol, 20 sekunddan keyin uning miqdori 3 marta kamaydi. Agar tezligi 1,2 mol minut bo'lsa, idish hajmini toping. Demak, bu masalani ishlashda bitta formula bor, konsentratsiyaga doir. Ya'ni V barobar bu V tezlik C2 minus C1, ya'ni sarflangan konsentratsiya T vaqt, ketgan vaqt aslida T2 minus T1 bo'lishi kerak. Endi qisqacha formulani o'taman sizlarga. T vaqt ko'paytirilgan V. Bu V hajm, ya'ni tepadagi konsentratsiya molyarda emas, tepadagi konsentratsiya molda berilgan paytida siz mana shuni qo'ysa, tagiga L qo'yasiz, ya'ni litrda. Shu formulaga qo'yamiz. Masalan, e'tibor beradigan joyi qayerda? Ya'ni ilmiy voqea duch kelgan joyi, osonlashtiradigan joyi. Ya'ni dastlabkisi, dastlabki A moddani dastlabkisi 3 mol. Biz bundan foydalana olmaymiz. 3 mol. 3 marta kamaydi, ya'ni matematikadan 3 marta kamaysa, demak 1 mol qoldi. Shunda siz bilishingiz kerakki, 3 mol edi, 1 mol qolsa qanchasi sarflanadi? 2 mol sarflandi. Shunda mana C2 minus C1 bo'lishi kerak, tushungan bo'lsangiz. Shuni o'rniga 2 qo'yiladi. Endi bizda vaqtga juda e'tibor bering. Mana shunaqa masalalarni sekundda beryapti, ko'ryapsiz, mana sizga tezlikda minutda beryapti. Agar bir-biriga aylantirib olmasangiz, rosa qiynalib qolasiz. Mana sekund dedimi? Buni ham sekundga aylantirishingiz kerak. Demak, 1 minutimiz necha sekund? 60 sekund. 1 minutimiz 60 sekund. Demak, 1 minutda qancha bo'ldi? 1,2 mol. 1 minutda, ya'ni 1 minut 60 sekund. Bizda necha sekund? Bizda 20 sekund. 20 sekund uzatadi. Bizda demak 1 sekundda qancha? Bilgan hisob sekundga o'tkaza olaylik. Hozir bu minutda sekundga o'tkazishimiz kerak. Demak, bizga 1 sekund uchun topishimiz kerak. Qarang, o'zi karaga turibdi, ya'ni bo'lsak buni 6 ga 10 bo'lsa, mana bo'lsak 6, 12 ni 6 ga bo'lsak 2, 0,2. 0,2 ni 10 ga bo'lsak 0,02 mol. Taqsim sekund. Endi sekundga o'tdi. Qarang, men minutda endi sekundga. Endi shu formulaga shunchaki joy-joyga qo'yib chiqamiz bo'ldi. Qanday qilamiz? V ni o'rniga 0,02, tepasiga 2 mol sarflangan. Aslida konsentratsiya qo'shishimiz kerak, lekin bizda konsentratsiya berilmayapti. Chunki konsentratsiya berilsa, bizdan litrda so'ramaydi, masalan. T ni o'rniga 20 sekund ko'paytirilgan V, xohlasangiz x qo'yib oling matematika. Bu 1 litrda. Shunda 20 V ni ko'paytiramiz 0,02 ga teng bo'lsin 2 ga. Shunda ko'paytirsak bu 0 lar ketadi. 2 ni 0,2 ga qo'ysak 0,4 V teng 2. V teng bu 0 ga o'tib ketsa bu 20, 24 ga bo'lsak 5. Demak 5 litr ekan. Bizda javob D. Buni unutmang, agar so'ramoqchi bo'lsangiz kommentariyga yozib qo'ying.